Tayyor 3 xonali uy. Shundoq kirib yashaysizlar. Remontlarimiz ham juda ham yaxshi, o'zligi uchun egalari qilishgan. Xonlarimizni alohida. Umumiy maydonimiz esa 78 kvadrat metr. Yunusobod 18-kvartalda joylashgan 3 xonali uyimizni 5 etajga domimizni 2-etajda joylashgan. Domimiz yo'l yuzida joylashgan, orientirimiz esa Vovo otel yoki bivshiy Manzur to'yxonasi. Domimiz ulучшенный planirovka deyiladi. Xo'p, bu xonamizda zal. Zalimiz keng. Razmerimiz 315 ga 520 plus yana balkonimizni qo'shib olishgan egalari. Balkonimiz o'zi 2 ga 6 bo'lgan, yarmini oshxonaga, yarmini esa zalga qo'shib olishgan. Xohlasanglar yopib, tayyor detskiy xona qilsanglar bo'ladi. Ko'rib turgan hamma narsalar qoladi. Bu yerda esa podestratdan kiraverishimiz, stroniy prixoshkalarimiz bor. Bu yerda esa detskiy xonamiz. Bu xonamizning razmeri 3 metrga 3 metr. Remontlarimiz lekin juda ham yaxshi, chiroyli qilingan. Bu yerda esa spalni xonamiz. Bu spalni garniturimiz ham qoladi. Bu xonamizning razmeri esa 3 metrga 4 metr xonamiz. Bu yerda esa mana kladovkamizning o'rniga hojatxonamizni tushirishgan. Bu yerda esa mana hammomimiz. Hamma joylarini juda ham chiroyli qilib kafillik qilishgan sanuzellarimizni. Bu yerda esa oshxonamiz plus balkonimiz. Oshxonamizni balkonga ko'chirishgan. Bu yerda esa kladovkamizni olib tashlashgan hisobiga xonlarimiz kengaygan. Kuxonli garniturlarimiz ham tayyor. Yaxshi akfaromda qo'yishgan. Remontlarimiz juda ham yaxshi. Domimiz yo'l yuzida joylashgan. Narxiga kelgan bo'lsa, narxini uy egalari 84.200 deb aytishyapti. Kvartiramiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.